Bu galgi sonimizdagi ko'plab voqealar zamirida yetkazgan zarari ko'lami bo'yicha dovullardan ham o'zib ketgan tabiiy hodisa yotibdi. Bu qanday tahdid ekani va o'tgan haftadagi iqlimiy ofatlarda o'zini qanday namoyon qilganini quyida batafsil ko'rib chiqamiz. Janubiy Afrika Respublikasi. Ekstremal yomg'irlar, dovuldek kuchli shamol, qor bo'ronlari va vayronkor suv toshqinlari mamlakatning 6 provinsiyasiga ziyon yetkazdi. Eng og'ir zarba G'arbiy Kep provinsiyasiga to'g'ri keldi. Hammasi 4-may kuni kuchli balandlik siklonidan boshlandi. 10-maydan e'tiboran esa jabr ko'rgan provinsiyalarga yangi sovuq frontlar to'lqini kirib keldi. Cape Town portida shamol tezligi soatiga 120 km ga yetdi. Aviareyslar zudlik bilan boshqa shaharlarga yo'naltirildi. 10 minglab odamlar o'z uylarini tark etdi. Janubiy Afrikaning eng qadimiy sport majmualaridan biri bo'lgan Newlands kriket stadioni suv ostida qoldi. Tog' dovonlari va Gugenot tunneli esa ko'chkilar sababli yopib qo'yildi. Citrusdal va Worcester shaharlari tashqi dunyodan butunlay uzilib qoldi. Suv sathi pasaya boshlagach, fojia ko'lami ayon bo'ldi. Bo'rondan so'ng mintaqaning olma poytaxti hisoblangan Grabov shahridagi bog'lar to'kilgan mevalar bilan qoplandi. Shuningdek, Cederbergdagi sitrus daraxtlari va provinsiya janubidagi avokado plantatsiyalari ham zarar ko'rdi. Sveleyendamning tarixiy qismida kuchli shamol shaharning asosiy ko'rki bo'lgan ko'p yillik eman xiyobonlarini ag'darib tashladi. Tabiiy ofat bir nechta milliy bog'ga zarar yetkazdi. Cape Towndagi Stol tog'i bog'ida daraxtlar qulagani sababli fil ko'zi so'qmog'i va Tokay dendrariysi yopildi. Shuningdek, Bontebok bog'iga tashrif buyuruvchilarning kirishi cheklandi. Ko'plab hududlarda ekstremal ob-havo sharoiti saqlanib qolayotgani bois 11-may kuni mamlakatda favqulodda holat e'lon qilindi. 4,5 million aholi istiqomat qiladigan Cape Townda eng ko'p shahar chetidagi qashshoq hududlar jabr ko'rdi. Bu yerdagi 26 ta aholi manzilgohini suv bosdi. Poytaxt aglomeratsiyasida jami 10.700 dan ortiq bino shikastlanib, 100 mingdan ziyod odam zarar ko'rdi. Shahar tartibsizliklar ichida qoldi. Qulagan daraxtlar ko'plab yo'llarni to'sib qo'ydi. Megapolisning katta qismi elektr energiyasiz qoldi. Bo'ron sharoitida elektr ta'minotini tiklash o'ta xavfli bo'lgani uchun mahalliy aholi ob-havo yaxshilanishini kutishga majbur bo'ldi. Yo'llar yopilib qolgani tufayli Langeberg munitsipalitetidagi bir nechta tuman ichimlik suvisiz qolib, kamida 5 kun davomida tashqi dunyodan uzilib qoldi. G'arbiy Kep provinsiyasida yuz bergan bo'ron oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. 6 kishi daraxt va shoxlar qulashi, 5 kishi esa suvga cho'kish natijasida vafot etdi. Shimoliy Kep provinsiyasi ham jabr ko'rdi. Meteorologning so'zlariga ko'ra, bu yerda so'nggi 70 yildagi eng ser yog'in davri qayd etilgan. O'zani faqat juda kuchli va davomli yomg'irlardan so'nggina suvga to'ladigan Kuruman daryosi 1988-yildan beri ilk bor o'zanidan toshdi. Provinsiyada tabiiy ofat 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Janubiy Afrika Respublikasining Don omborida doimiy namlik tufayli yig'ib olinmagan yer yong'oq ko'kara boshladi. Fermerlar esa hosilni saqlab qolish uchun suv bosgan makkajo'xori dalalariga kira olmadilar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, vayronagarchilik ko'lami va darajasi tufayli ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun uzoq oylar kerak bo'ladi. Bolgariya. On 12-may kuni Bolgariyaning bir nechta viloyatida kuchli do'l yog'di. Eng ko'p Gabrova viloyati jabr ko'rdi. Bu yerda bir necha daqiqa ichida tuxumdek keladigan do'l avtomobillar, derazalar, tomlar va binolarning old qismlariga shikast yetkazdi. Tryavna tumanidagi maktablardan birida muz bo'laklari tomni teshib yuborgan. Hosil bo'lgan teshiklardan o'tgan yomg'ir suvi esa yuqori qavatlarni bosib ketgan. Elektr ta'minotini uzib, darslarni bekor qilishga to'g'ri keldi. Mahalliy aholining aytishicha, bu yerda qariyb 60 yildan beri bunday do'l kuzatilmagan. Ayniqsa qishloq xo'jaligiga jiddiy ziyon yetdi. Ekinlar, mevali bog'lar va uzumzorlar nobud bo'ldi. Jala yog'inlari yana bir keng ko'lamli xavf, ko'chkilarni faollashtirib yubordi. Ta'kidlash joizki, may oyi boshidan buyon mamlakatda 2273 ta yer siljishi holati qayd etilgan. 2 milliondan ortiq odam xavf ostida qolgan. Eng ko'p Varna, Plevin va Pernik tumanlari jabr ko'rgan bo'lib, bu hududlarning qariyb 40% da ko'chki faolligi kuzatilib, odamlar va infratuzilma uchun xavf tug'dirdi.
Rossiya. o'n 14-may o'tar kechasi Novosibirsk viloyatining Iskitim tumanida 4.2 magnitudali zilzila yuz berdi. Uning epitsentri Kalinovka qishlog'idan taxminan 3,3 kilometr uzoqlikda joylashgan edi. Alohida ta'kidlash joizki, yer osti silkinishlari foydali qazilmalar qazib olinadigan joylar yaqinida qayd etilgan bo'lsa-da, mutaxassislarning fikricha, bu zilzila karyerdagi portlashlar oqibati emas. Bir oydan kamroq vaqt oldin, 24-aprel kuni bu yerdan bir necha kilometr narida xuddi shunday kuchga ega 4.1 magnitudali zilzila qayd etilgan edi. Bu mintaqa uchun jiddiy ishora. Novosibirsk viloyati yuqori seysmik hududlar sirasiga kirmaydi. Ammo so'nggi yillarda bu yerda 4 va undan yuqori magnitudali sezilarli zilzilalar tobora ko'proq sodir bo'lmoqda va ular orasidagi vaqt qisqarib boryapti. Masalan, Rossiya Fanlar akademiyasining yagona geofizika xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1900-yildan buyon bunday hodisalardan atigi 9 tasi qayd etilgan bo'lib, ularning 8 tasi so'nggi 10 yillikda yuz bergan. Hindiston. 13-may kuni kuchli momaqaldiroqli bo'ron Hindistonning eng zich aholi yashaydigan Uttar Pradesh shtati bo'ylab o'tib, keng ko'lamli vayronagarchiliklarga va ko'plab qurbonlarga sabab bo'ldi. Ayrim joylarda shamol tezligi soatiga 130 km ga yetdi. Bu shtatda shu kungacha qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Prayagraj okrugi aholisining aytishicha, bo'ron to'satdan boshlanib, bir necha daqiqadayoq osmonni qop-qora bulut qoplagan. Kuchli shamol binolarning tomlarini uchirib ketar. Havoda esa turli siniqlar uchib yurar. Odamlar esa vahimada jon saqlash uchun panaga qochgan. Sanoqli soniyalarda daraxtlar ildizi bilan qo'porilgan. Ular uylar va avtomobillar ustiga qulagan. Binolarning devorlari tabiiy ofatdan yashirinishga uringan odamlar ustiga qulab tushdi. 303 ta uy shikastlandi yoki butunlay vayron bo'ldi. Kuchli shang bo'roni sababli yo'llarda ko'rish masofasi keskin yomonlashdi. Shu bois transport harakatini to'xtatishga to'g'ri keldi. Dovul 3 temir yo'l liniyasining faoliyatini izdan chiqardi. Yo'llarga qulagan daraxtlar sababli poyezdlar harakati bir necha soatga to'xtatildi. Bxadohi tumanida ponton ko'prigiga qulashi oqibatida bir necha kishi Gang daryosiga yiqilib tushdi. Mirzapur tumanida esa ko'prikning shikastlanishi tufayli 20 ta qishloq tashqi dunyodan uzilib qoldi. Qishloq xo'jaligiga jiddiy zarar yetdi. Ayniqsa ekinlar, shuningdek mango va lichi bog'lari talafot ko'rdi. Kaushambida shamol ko'targan uchqundan yong'in chiqib, bir nechta uy yonib ketdi va uy hayvonlari nobud bo'ldi. Bareyli tumanidagi to'yxona hududida xavfli hodisa yuz berdi. Kuchli shamol soyabonning tunuka qoplamasini uchira boshlaganida, bir kishi uni ushlab qolish umidida arqon bog'lab tortib turgan edi. Biroq kuchli dovul erkakni metall list bilan birga taxminan 15 metr balandlikka ko'tarib ketdi. U bir necha soniya havoda muallaq qolib, so'ng qo'shni Makka jo'xori dalasiga quladi. Yiqilgandan so'ng erkak biroz vaqt hushini yo'qotdi, lekin keyinroq ekinlar zarbani yumshatib, hayotini saqlab qolganini aytdi. Jabrlanuvchi qo'l va oyoqlarining ko'plab sinish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Shtat bo'ylab tabiiy ofat 117 kishining umriga zomin bo'ldi. Yana 72 kishi tan jarohati oldi. Aksariyat o'lim holatlari uylar devorlarining qulashi, daraxtlarning ag'darilishi va chaqmoq urishi oqibatida yuz bergan. Mamlakat poytaxti Dehli shahrida va milliy poytaxt hududida ham ob-havo keskin o'zgardi. Tezligi ba'zi joylarda soatiga 100 km ga yetgan kuchli shamol jala va do'l bilan birga kuzatildi. Indira Gandhi nomidagi xalqaro aeroport faoliyatida uzilishlar yuz berdi. 500 dan ortiq reys kechiktirildi. 15 tasi boshqa aeroportlarga yo'naltirildi. 6 ta samolyot esa qo'nish chog'ida ikkinchi aylanaga ketishga majbur bo'ldi. Bu esa yo'lovchilar orasida xavotir uyg'otdi. Bo'ronlar martdan iyungacha davom etadigan issiq muson oldi davrida Shimoliy Hindiston uchun nisbatan odatiy hol sanalsa-da, bu galgi tabiat hodisasining shiddati mutaxassislar va hukumatni jiddiy tashvishga soldi. Meteorologlarning fikricha, Uttar Pradeshdagi halokatli bo'ron atmosfera sharoitlarining noyob uyg'unligi tufayli yuzaga kelgan. Bu holat momaqaldiroqning kun davomida kuchsizlanishiga yo'l qo'ymay, aksincha shtat bo'ylab harakatlanishi davomida yanada kuchayishga imkon bergan. Sovuq havo oqimlari bo'ron oldida doimiy ravishda yangi momaqaldiroq uchoqlarini hosil qilgani sababli u uzoq vaqt tarqalib ketmadi. Shuningdek, balandlik oshgan sari shamolning keskin kuchayishi qayd etilgan. Bu esa momaqaldiroqning tezroq harakatlanishiga va quvvatini uzoqroq saqlab qolishiga yordam bergan. Yaponiya.
13-may kuni Yaponiyaning bir nechta prefekturalarida deyarli yoz jaziramasi kuzatildi. Mamlakatning 400 dan ortiq meteorologiya stansiyasida 25 daraja Selsiyadan yuqori harorat qayd etildi. Biroq tushdan keyin atmosferaning yuqori qatlamlariga sovuq havo oqimi kirib kelishi tufayli ob-havo keskin o'zgardi. Kutilmaganda momaqaldiroq gumburlab, jala va do'l yog'di. Hyogo prefekturasining Asiya shahrida yomg'irdan so'ng ko'chalarda loyqa suv oqimlari paydo bo'ldi. Ayrim joylarda esa yomg'ir suvi kanalizatsiyasi suv bosimiga dosh bera olmadi. Nagano prefekturasining Suva shahrida hosil yig'ishtirib olinishi arafasida turgan salat bargi ekinlari zararlangan. Eng jiddiy oqibatlar Fukushima prefekturasida kuzatilib, u yerda qishloq xo'jaligi katta talafot ko'rdi. Innovasiro qishlog'ida do'l qariyb 10 daqiqa davom etdi. Bunda do'l donalari tobora yiriklashib, yo'llarni qisqa vaqtda oq muz qatlami qopladi. Mahalliy yashovchilardan birining so'zlariga ko'ra, u bu hodisadan hayratlangan, chunki Innovasirida odatda do'l yog'mas ekan. Kunimi qishlog'ida do'l gilos ekinlarini urgan bo'lsa, prefekturaning shimoliy qismida xurmo, olma va boshqa ekinlar ham zarar ko'rdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, zarar yetgan qishloq xo'jaligi yerlarining maydoni 140 gektardan oshib ketgan. Tabiiy ofat ayniqsa Fukushimaning asosiy qishloq xo'jaligi ramzlaridan biri bo'lgan shaftoli bog'lariga jiddiy ziyon yetkazdi. Bu yerda 50 yildan ortiq vaqtdan beri dehqonchilik qilib kelayotgan fermerning aytishicha, do'l taxminan 20 daqiqa davom etgan va uning bog'idagi deyarli barcha mevalar shikastlangan. U bunday miqyosdagi zararga birinchi marta duch kelayotganini ta'kidlab, daraxtlarning barglari va shoxlari ham ofatdan zarar ko'rgani sababli buning oqibatlari nafaqat bu yilgi, balki keyingi yilgi hosilga ham ta'sir qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. 14-may kuni kuchli momaqaldiroq bulutlari Kanagawa prefekturasini ham qamrab oldi. Yokohama shahri va uning atrofida do'l aralash kuchli jala yog'di. Bu yerda 1 soat ichida 74 mm yog'ingarchilik kuzatildi. Bunday kuchli jala shahar drenaj tizimiga og'irlik tushirib, yo'llarning ayrim joylarini suv bosdi. 10.400 dan ortiq xonadon esa elektr ta'minotidan uzildi. E'tibor bering, konvektiv dovullar ushbu dasturimizdagi deyarli barcha hodisalarda asosiy o'zak bo'lib turibdi. Ularning o'zi aslida yangilik emas, biroq bugungi kunda bu tabiiy hodisalar yuzaga keladigan sharoitlar o'zgarib bormoqda. Global harorat va atmosferadagi namlik miqdorining oshishi, shuningdek, kondensatsiya yadrolari vazifasini o'tab, yanada kuchliroq jala va yirikroq do'l yog'ishiga sabab bo'ladigan hamda elektr samarasi hisobiga atmosferadagi elektr energiyasi miqdorini oshiradigan nanoplastikning mavjudligi, bularning barchasi konvektiv dovullarning shiddati, keskinligi va vayronkorligini kuchaytiradi. Sug'urta va risklarni baholash sohasidagi dunyoning eng yirik kompaniyalaridan biri bo'lgan AON ma'lumotlariga ko'ra, kuchli konvektiv bo'ronlar tropik siklonlarni ortda qoldirib, 21-asrning eng ko'p xarajatli sug'urtalangan tabiiy xavfiga aylandi. Birgina 2025-yilning o'zida ulardan ko'rilgan sug'urtalangan zarar miqdori 61 milliard dollarga yetib, dunyodagi barcha sug'urtalangan yo'qotishlarning deyarli yarmini tashkil etdi. Gap faqat rasmiy statistikada emas, yillar davomida bir joyda yashab, o'z hududlari uchun odatiy bo'lgan momaqaldiroqlarning kutilmagan va vayronkor hodisalarga aylanib borayotgani ko'rayotgan guvohlarning so'zlari ham yaqqol misol. Ular tobora ko'proq ilgari bunaqasi bo'lmagan. Bunday kattalikdagi do'lni umrimizda ko'rmaganmiz. Osmon musaffo edi, birdaniga bir necha daqiqa ichida osmonni qora bulut qopladi deyishmoqda. Asosiy xavotirli signal ham aftidan shunda. Bu hodisalarning nafaqat kuchi, balki ularning to'satdan sodir bo'layotgani ham yana bir xavfga aylanmoqda. Agar avvallari momaqaldiroq yaqinlashayotganini ko'pincha oldindan sezish va hech bo'lmaganda minimal darajada tayyorgarlik ko'rish mumkin bo'lsa, endi biron ochiq kunning o'rtasida deyarli bir zumda paydo bo'lishi mumkin. Odamlar ko'chada, yo'lda, dalada, suv bo'yida, ya'ni boshpana topib bo'lmaydigan joylarda xavflatda qolishyapti. Bunday tahdidga nafaqat o'zingiz to'g'ri munosabatda bo'lishingiz, balki boshqalarni ham ogohlantirishingiz muhim. Odatdagi bo'ronlar bugungi kunda qanchalik tez va xavfli tus olishi mumkinligini qancha ko'p odam anglasa, ular hal qiluvchi pallada o'zlarini yo'qotib qo'ymay, oddiy, ammo hayotiy muhim qarorlarni qabul qilishga ulgurish ehtimoli shunchalik oshadi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.